Hayotda shunday insonlar ham borki, ularni ota-onaga bo'layotgan iliq munosabatlarni ko'rib, tasannolar aytging keladi. Ana shunday insonlar sirasiga bizning sportchi pensionerlar guruhimizning a'zolaridan biri Abduvahobni keng ishonch bilan misol qilsam bo'ladi. Abduvahob ko'rinishidan juda xushchaqchaq, odamshnavanda, bir gapirib 10 kuladigan, ana shunday xislatlari bilan hammani o'ziga qaratadigan inson. Ular bilan doimo davra obod bo'ladi. Agar ular ba'zida turmush ishlar bilan band bo'lib, ko'rinmay qolsalar bormi, xuddi davrada bir narsamizni yo'qotib qo'ygandek bo'lamiz. Ana shunday insonlar safi ko'payaversin. Yana bir toifa insonlar ham borki, uylarida biror bir ko'ngilsiz hodisa yuz bersami yoki hayotidan norozi bo'lsami, go'yoki uning shunday bo'lishiga atrofdagilar aybdordek qovoq solib ko'rishadi va o'zgalarni kayfiyatlarini buzishadi. Ne bo'lsa ham uydagi gap ko'chaga chiqmasligi kerak. Agar suhbatdoshingiz bilan gaplashib turganimizda uning iztirobi sizdan da o'tib ketadi. Abduvahob davrani fayzi bo'lsa-da, uning uyida ham ancha muammolar bor ekan. Men buni kimdandir eshitib qoldim. Abduvahobni uylarida Allohga shukrlar bo'lsin-kim, duogo'ylari, ota-onalari hayot ekanlar. Bu qanday baxt! Ota-onasi borlarga meni juda ham havasim keladi. Ammo Abduvahobni ota-onalarida ozgina bemorliklar bor ekan. Turmush o'rtoqlari bilan ularga qarashar ekanlar. Onalarini bizni oldimizda bo'linglar deyshar ekan. Shu sababdan bir xonada hammalari kechasi ham birga bo'lishar ekanlar. Ular nimani istasa, er-xotin muhayyo qilishar ekan. Shu o'rinda men bir rivoyatni aytishni istadim. Bir inson bor ekan. Ota-onasiga doimo echkini sutini berib parvarish qilar ekan. Kunlardan bir kuni kechki payt odatdagidek ota-onasiga sutni olib kelsa, ular uxlab qolishgan ekan. Haligi kishi sutni ular uyg'onganlarcha ertalabgacha ushlab turgan ekanda. Bu ham Alloh taolaga yoqadigan yaxshi amal. Bir xil toifa insonlar ham borki, ana shunday vaziyat bo'lsa, ularni ota-onalarini uyqudan uyg'otishadi yoki uyg'onganlardan keyin sutni ichiraman deydi. Ammo qoyil qolasizki, u inson ota-onasi uyg'ongunga qadar ularni boshida sutni tik turgan hollarida ertalabgacha ushlab turgan ekan. Qarang, Abduvahob otalari oldida, ularni rafiqasi qaynonasi oldida yotchar ekan. Ayniqsa hozirgi issiq paytlarda ham uyda yotchar ekan. Bir kuni guruhimiz a'zolaridan biri bo'lgan Shukrullo akani betobliklari sabab ko'rgani bordik. Konditsioner yoniq ekan. Ana shunda Abduvahob konditsioner shabadasi tegmaydigan joyga o'tib oldi. Sovuqqa o'rganib qolmay dedi. Ha, buning sababini yuqorida sizlarga aytib berdim. Abduvahob hozirda tadbirkor, kiyim-kechak do'konlari ham bor. Tirikchilik o'tyapti. Farzandlari ham ota-onani, bobosi va buvasini tarbiyasi ostida ulg'ayishyapti. Shu o'rinda Abduvahobning turmush o'rtog'iga ham qoyil qoldim. Ha, qaynona qaynotaga qarayapti. Bir kun kelib, ular ham qaynota qaynona bo'lishadi. Arpa ekkan arpasini, bug'doy ekkan bug'doyini oladi deyishganidek, ular ham farzandlaridan ana shunday mehrni ko'rishadi. Hayotda shunday insonlar ham borki, qaynona va qaynotasini uyiga sig'dirisha olishmaydi.
eriga aytib, qariyalar uyiga joylashtirishadi. Noshud o'g'il, kimni gapiga kiryapsan? Seni oq yuvib, oq tarab, seni injiklarini ko'tarib, voyaga yetkazgan ota-onangga bo'lgan hurmat shumi? Ko'chada o'z ishini topa olmagan yoki bir chetda turib gadoylik qilayotgan insonlarni o'tmishiga nazar solsak, ular ota-onasi hayotliklarida ularga nisbatan adolatsizlik bo'lgan kimsalardir. Bir sarkarda bor ekanda, nomi chiqqan sarkarda. Ana shu sarkarda bitta qilich bilan jangga kirib, g'olib chiqar ekan. Endi oradan ancha vaqtlar o'tdi. Bir kuni temirchini oldiga kirib, menga do'bulg'a bilan sovut yasab ber debdi. Temirchi hayron bo'ldi. Do'bulg'a bilan sovut sizga nima kerak bo'lib qoldi? Sizga bitta qilich kifoya bo'lardi-ku degan ekan. Meni ota-onam olamdan o'tishdi. Ularning duolari menga do'bulg'a bilan sovut edi degan ekanda. Demak, qissadan hissa shuki, hayotda ota-onasi borlar, ota-onangizni duolarini olishga shoshilinglar. Bizni yoshligimizda barcha injiqliklarimizni ko'tarib, voyaga yetkazgan ota-onalarimizni injiqliklarini nimaga biz ko'tara olmaymiz? Shuning uchun yana aytyapman, duolarini olib qolaylik. Ana shundagina biz ham farzandlarimizdan, ota-onalarimizga neki qilgan bo'lsak, ulardan ham mana shunday mehrni kutib qolamiz. Va bugungi hikoyamiz sababchisi bo'lgan Abduvahobga, oilasiga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. O'z o'rnida ularning aziz ota-onalariga Allohdan uzoq umr va shifo tilab qolamiz. E'tiborlaring uchun rahmat.